Nasibullo xon, mana ko'chatxonangizdagi mana bu yong'oq ko'chatlarini ko'rib juda havasim keldi. Chunki bu yong'oq daraxtlari bog'dorchilikning bobosi desak ham bo'ladi. Ana shu ko'chatxonada ko'chatlarni agar bir katta bir maydonga yong'oqzor barpo qilamiz desak, juda katta bog' barpo bo'lishi mumkin. Bu ko'chatlar yong'oq navining qanday ko'chatlari? Hozir yong'oqlarimiz 3-4 xil sortlari bor. Yong'oqlarda asosan hozir 20 mingga yaqin yong'og'imiz bor, 1 yoshlik va 2 yoshli yong'oqlar. Mana 2016-yili prezidentimizni yong'oqqa e'tiborlaridan keyin xalqimizda, fermerlarimizda qiziqish uyg'ondi va yong'oqqa talab ancha ortdi. O'zi yong'oq quruq meva bo'lib, bu eksportga juda ham yaxshi, ichki bozorda ham iste'molga ham juda mahalliy aholimiz juda sevib iste'mol qiladi. To'g'ri. Shuning uchun hozirgi kunda yong'oq plantatsiyalari keng miqyosda ko'paytirilyapti. Hozirda yong'oqda bizda X145 degan nav bor. X185 navi bor. Bu oqmag'iz juda ham po'stlog'i yuqa, yaxshi nav hisoblanadi. Tez mevaga kiradi. Nasibullo xon, mana shu siz ilmiy tilda navlarini aytyapsiz-da. Bu ilmiy tildagi atamalarni oddiy bog'bonlarimiz bilmaydi-da. Bu ko'chatlar o'zimizning mahalliy navlardan tashkil topganmi yoki chet ellardan sara navlar olib kelinganmi? Aslida bizi respublikamizda juda ham xilma-xil navlar bor. O'zimizning yong'oqlar ham yomon emas. Mana o'zimizning yong'oqlar ham 300 kilo, 400 kiloga doğru meva beruvchi yong'oqlarimiz bor, katta yong'oqlar. Navlari asosan Xitoydan keltirilgan. Iqlim tomonlama bizga yaqin bo'lgani hisoblanligi uchun bular oxirgi paytda mana 4-5 yil mobaynida sinov ketyapti. Bu asosan hozir yong'oqlarda 5 yil mobaynida sinov ketyapti. Mana Chandler kirib keldi. Turkiyadan Chandler keldi. Endi bularda bir qator sinab ko'rdik. Chandler yong'oqda ham tog'li hududlarda, ayniqsa issiq joyda ham meva berish kamroq holati shunaqa kuzatilyapti. Nasibullo xon, shu yerga bir aniqlik kiritib ketsakda, mana oxirgi yillarda xalqimiz shu Amerika Chandler yong'og'iga bog' yaratishga qiziqishga harakat qilib qoldi. Faqat Chandler deb izlayapti-da. Haqiqatan Chandler yong'og'i bizning iqlimimizga qanday moslashadimi, yo'qmi? Agar moslashadigan bo'lsa, qanday joylarga ekish kerak? Shular haqida bir mutaxassis sifatida ozgina fikr bersangiz. Avvalo ko'chatchilikda birinchi navbatda har bir ko'chat adaptatsiya bo'lishi bor, iqlimga moslashish bor. Bizda oxirgi 10 yillikda chetdan tayyor ko'chatlar olinishi natijasida ko'p xatoliklarga yo'l qo'yildi. Chunki bu joyga chetdan kelayotgan ko'chatlar bizni tuproqlarga, ob-havoyimizga, issig'imizga, stressga dosh beradigan holatda ular chidab bera olmaydi. Shuning uchun biz iloji boricha biz chetdan navlarni, sortlarni olib kelsak, shu novdalarini olib kirsak respublikamizda, payvand tayyorlarini o'zimizda respublikada ko'paytirsak, shu sortlarini olib keladigan bo'lsa, yangi sortlarni shu yerda ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Bizga tayyor mahsulotlar, mana Chandlerni olib kelishdi. Buni ham boshida men 2 yil Chandler bilan shug'ullandik. Tog'li hududlarda meva berishi sovuq zonalarda qiyinroq bo'lyapti. Kam hosil. O'ta issiq joyda ham yaxshi effekt bermaydi. Shuning uchun ob-havosini ham to'g'ri hisobga olgan holatda ko'proq o'zimizda yetishtirilganda ekishini tavsiya qilaman. Tog'li sovuq hududlarda effekt berishi yaxshi bo'lmayapti. Shu biz mana oxirgi yillarda doimiy kuzatuv ketyapti. O'zi yong'oqda asosan 7-8 yil kuzatgandan keyin asosiy xulosa kelib chiqadi. Hozir juda ko'p mutaxassislar hozir o'rganishda ketyapti. Mana yong'oqda har xil sortlari kirib kelyapti, lekin o'zimizda ham juda yaxshi sortlar bor. Mana ideal degan sortlar bor, juda ham serhosil, tez nimaga keladi, u sortlar ham bor bizda. Mana uzoq qishloqlarda bobolarimizdan qolgan keksa 1000 yillik yong'oq daraxtlari bor-da, ularda ham juda bir sifatli navlar saqlanib qolgan. Shulardan ham ko'paytiryapsizmi? Albatta. Shu eski o'zimizni navlardan ko'paytirayotgan yong'oqlarimiz ham bor. Hozir bu yerda 5000 ga yaqin mahalliy yong'oq ham bor. Chetdan kirib kelayotganda shu yerda yetishtirib, ulab ko'paytirayotgan ko'chatlarimiz hozirda mana bu yilga sotuvga tayyor, xudo xolasa. Men tavsiya qilardim, yong'oqni ekishda hushyorlik bilan kuzatib, shu olinayotgan joydan so'rab, hujjatlari bilan garantiyasini olib ekilsa, mutaxassis bilan doimiy aloqada bo'lib, shuni parvarishini kuzatuvda bo'lmasa, u ko'p bog'da ertangi kuni
hosilini olishda qiyinchiliklarga duch kelinadi. Qarovda, boshqada. Dorilashi bor buni. Suvni nazorati bor. Kalendar asosida bog'larni qarash tavsiya qilardim. Kalendar asosida.